Assalomu alaykum. Vodiydan umra safariga bormoqchi bo'layotganlar, videomizni boshidan sizlarga umra narxlari bo'yicha to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Sentyabr oyining 19-gacha narxlarimiz bor. 1-sentyabr Toshkent-Jidda yo'nalishidagi reysimizning narxini $995 qilib beramiz. 2-sentyabr Farg'ona-Jidda yo'nalishidagi reysimizning narxini $1045 qilib beramiz. 2-sentyabr Namangan-Madina yo'nalishidagi reysimizning narxini $995 qilib beramiz. 5-sentyabr Farg'ona-Madina yo'nalishidagi reysimizni ham narxini $995 qilib beramiz. 9-sentyabr Farg'ona-Jidda yo'nalishidagi reysimizning narxini $1045 qilib beramiz. 9-sentyabr Namangan-Madina yo'nalishidagi reysimizning narxini ham $995 qilib beramiz. 12-sentyabr Farg'ona-Madina yo'nalishidagi reysimizning narxini ham $995 qilib beramiz. 16-Namangan-Madina yo'nalishidagi reysimizning narxini ham $995 qilib beramiz. 19 Farg'ona-Madina yo'nalishidagi reysimizning narxini ham $995 dan qilib beramiz. Hozirroq ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib, Telegram orqali bitta pasportlaringni tashab, o'zlarining joylaringni bron qilsalaring bo'ladi. Madina Munavvarada 100-200 metr, Makka Mukarramada 800 metr masofadagi gastnitsa. Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari, Madina ziyoratlari, Makka ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati, yuqori yillik tajribali malakali 50 boshlar hamsafarligi. Inshaalloh aziz ziyoratchilar, aeroportda kamzil, bejik, sumka, viza beriladi. Qaytayotganlaringda 5 litrli Zamzam suvlari hadya sifatida taqdim etiladi. Birinchi yordam ko'rsatuvchi shifokor xizmatlarimiz ham mavjud bo'ladi. Gastnitsalarimiz holati yaxshi. Inshaalloh 900 metr masofada Makka Mukarramada, Madinada 100-200 metr, haramgacha 10-12 daqiqalik masofada piyoda kirib chiqsalaring bo'ladi. To'xtovsiz avtobus qatnovlari ham amalga oshirib turiladi. Ko'pchilik bo'lib umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga mana shu videomizni yuborib qo'yinglar. Chegirmali narxlar yurib qolsin. Hammaga tavsiya qilamiz. Arzon narxlarda o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'linglar, like bosib qo'yinglar, kommentariyaga yaxshilaylar yozib qoldiringlar. Umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga mana shu videomizni yuborib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Odam soniga qarab chiroyli chegirmalar qilib beramiz. 5 kishidan ortiq bo'lib bormoqchi bo'layotganlar hozirroq telefon qilinglar.